Assalomu alaykum barchaga qadrli ota-onamga tabrik loyihasi kuzatuvchilari. Bugun ham ota-onamga tabrik loyihasi ijodiy jamoasi qutlug' bir xonadonga tashrif buyurganmiz. Bugungi tashrifimizning sababchilari bo'lgan onajonimiz Gulnoz onamizni qutlug' 58 bahorlari bilan muborakbod etamiz. O'ylaymizki, bugungi tavallud ayyom Gulnoz onamiz uchun har galgi zamanda o'zgacha bo'ladi. Sababi farzandlari nomidan onamizga atalgan. Mana shu kunga yetkazgani uchun arzimas bo'lsa-da sovg'alari bor. Bu sovg'a nima deb o'ylaysiz? Albatta avtomashina. Aynan mana shu sovg'ani farzandlar qurshovidan, nabiralarning rohatlarini ko'rayotgan onajonimizga hadya etamiz va o'ylaymizki, ular bugungi sovg'amizdan juda ham xursand bo'ladi degan niyatdamiz. Albatta, ularni qancha xursand bo'lganini sizga ham qiziqmi? Unda bizni kuylashda davom eting. Ota-onamga tabrik loyihasi ijodiy jamoasi har gal sizning xizmatingizda. Albatta, siz ham biz orqali yaqinlaringizni tabriklamoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Necha oylik san'atim deb qo'ydim. Assalomu alaykum onajon. Gulnoz onajonim, xayrli akşam. Onajonim, 58 bahoringiz muborak bo'lsin. Ayni daqiqalarda sizni xursand qilish uchun bugungi tavallud ayyomingizga sizga ozgina bo'lsa-da a'lo kayfiyat ulash uchun ota-onamga tabrik loyihasi ijodiy jamoasi tashrif buyurgan. Kamina boshlovchi Dalirbek Abdushukurov bugun sizga a'lo kayfiyat ulash uchun xizmat qilamiz. Xudo xohlasa onajonim, bugun sizni hech kim 58 bahorni qarshi olayotgan ona deb o'ylamaydi. Meni taxminimcha onajon, siz 18 yo 20 yoshli yosh navqiron qizga o'xshaysiz. To'g'rimi onajon? Qani qarsak, yurakdan bo'lish kerak-da. Onajonim, ilohim, bunaqa yoshlarning ko'plarini ko'ring. Hamisha farzandlar, nabiralar ardog'ida bo'ling. Bugun sizni xursandchilik kuningizda Alloh bizni ham nasib qilgan ekan, xonadoningizga mehmon bo'lib turibmiz, ochig'i benihoyat shodmiz. Nima deb o'ylaysiz? Aynan mana shunaqangi kamtarona bo'lgan, garchi sizni mehnatingizni, sizni farzandlaringizga atalgan bir kecha uxlamasdan boqqan kuningizga arzimasligi mumkin, lekin ozgina bo'lsa-da sizni xursand qilish uchun harakat qildi farzandlaringiz. Aynan qaysi birlari deb o'ylaysiz? Albatta o'g'illaringiz. O'g'illaringiz orasidan qaysi biri? Aha, ikkalasi ham, albatta ikkalasi ham. Lekin bugun ko'proq sizni juda ham yaxshi ko'radigan erkak farzandingiz bor. Aynan Elyor akamiz hamda Saidmurod akamiz hamda Yulduzxon opamiz va barcha nabira, kelinlar, qarindoshlar bugun mana shunaqangi xursandchilik kunda sizni xursand bo'lishingiz uchun harakat qildi. O'ylaymizki, siz xursand bo'lasiz degan niyatdamiz. Ozgina bo'lsa-da xursandmisiz? Kutganmidingiz onajonim? Albatta. Ona uchun baxt nima onajonim? Bolalarning sog'ligi, tinchlik, xotirjamligi, baxtga ko'rish. Albatta onajonim, qaysi ota-onadan so'rang, baxt nima desa, hech qaysi ota-onani ko'rmadim, baxt boylikda, uy-joy, mashinada demaydi. Har bitta ota-ona farzandim baxtli bo'lsa, farzandimdan bir og'iz ona, ota sizni yaxshi ko'raman degan so'zni eshitsak, Dalirbek, biz bu dunyodagi eng boy, eng baxtli ota-ona bo'lamiz deb ta'kidlashadi. Mana shu onamiz uchun qani mehmonlar davrada ota-onasini yaxshi ko'radiganlar ko'p-a? Bitta chiroyli qarsak kelaylik. Bu hamma qarsak, hamma e'tibor aynan siz uchun bo'ladi onajonim. Farzandlaringizda sizga atalgan tilaklari bor. Aynan Dalirbek, bilmadim, balkim bolalik g'ururi yo'l qo'ymasa kerak. Onamizga har gal onamizni quchib,
qanchalik yaxshi ko'rishimizni aytmoqchi bo'lamiz, lekin negadir ayta olmaymiz. Keling bugun shu so'zlarimni siz orqali yetkazsam, onam qanchalik yaxshi ko'rishimizni bilsalar, onam baxtli inson, baxtli ayol bo'lsa, biz beixtiyor shod bo'lamiz deb sizga atalgan tabriklarini yo'llashgan. Farzandlaringizni har bitta so'zlar yuragidan chiqqan. Farzandlaringiz nomidan o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum, mehribonim, jannat iforligim onajonim. Bugungi shukronalik, shodiyonalik ayyomingiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin yuragimdan muborakbod etaman. Onajon, bilasizmi, siz bu dunyodagi eng mehribon onasiz. Sababi dunyoda barcha onalar mehribon, lekin sizdan mehribonini topish mushkul. Biz farzandlar ichida eng yaxshisi, eng mehriboni emasmiz, lekin siz mehribon onasiz. Biz uchun ham ota, ham do'st, ham dugona, ham sirdoshimsiz. Yaxshi u yomon kunimda hamisha yonimda turgansiz onajonim. Ko'p bora yoshlik qildim, sho'xlik qildim, beboshlik qildirdim. Sizni sochingizga tushgan o'sha oq parlarga men sababchiman onajon. Bugun bizni rohatimizni ko'ring, rohatlarda yuring onajon. Sizni baxtligingizni ko'rsak, biz beixtiyor shod bo'lamiz. Xudo xohlasa niyatimiz bor. Akam, men, opam bilan birgalikda sizni yaratgan Allohimning uylari bo'lmish Makka va Madinaga, Ka'batullohlarni birgalikda ziyorat qilib, Zamzam suvlarini o'z qo'llarimiz bilan sizga ichirmoqchimiz onajon. Siz baxtli bo'lsangiz, biz hamisha harakatdamiz. Hamisha Dalirbek onam dasturxon to'rida o'tirib duo qilganda hech qachon o'zi uchun hech narsa so'ramaydi, bilasizmi? Bolalarim el oldidagi ziyoli inson bo'lsin, hofizi Qur'on bo'lsin, nabiralarimni rohatlarini ko'ray deb onam duo qiladi. Bugun mana shu duolar ijobat bo'ldi. Ozmi, ko'pmi ota-onamiz uchun harakat qilmoqdamiz. Onamni baxtli qilish uchun harakat qilmoqdamiz. Onam xursandmikan? So'rab ko'ringchi. Onamni ham bizga atalgan yuragida tilaklari bo'lsa, biz jon quloqimiz bilan eshitamiz degan. Farzandlariga tilak bormi onajon? Marhamat, tinglamoqdalar. Bolalarimga uzoq umr tilayman, qizlarimga, o'g'limga, kelinlarim hammasini omadini Alloh bersin. Ilohim. Ikki dunyo sabot bersin. Alloh qo'llasin. Rahmat onajonim. Farzandlaringizdan rozimisiz? Sizga berayotgan e'tiboridan, muhabbatidan. Ilohim onajon, yig'lamang. Albatta bu sevinch ko'z yoshlari. Onamizni qarsak bilan olqishlab turaylik aziz mehmonlar. Aynan mana shunaqangi chiroyli tilaklarga qo'shimcha sifatida sizga atalgan, sizni ta'riflab, sizni mana shunaqangi go'zal yuzingizni gullarga qiyoslab yozgan she'riy nomalar ham bor. Aynan farzandlaringiz nomidan ushbu she'riy nomalarni ham o'qib eshitiraman. Duoda siz doim erta kech, g'ubor yo'q dilimsiz ona. Qiyosingiz topilmaydi hech eng chiroyli gulimsiz ona. Atirgulga parvolarim yo'q, qizg'aldoqqa navolarim yo'q. Mehringizda davolarim yo'q, eng chiroyli gulimsiz ona. E'zozligim, jannat iforim, siz bor yodga tushmaydi zorim, boyligimsiz, beg'uborim, eng chiroyli gulimsiz ona. Men cho'kaman qarshingizda tiz, aziz menga siz bosgan har bir qadamlar. Dunyodagi eng yaxshi insonimsiz, eng chiroyli gulimsiz ona. Aynan ushbu she'riy nomalarni ham farzandlar nomidan qabul qilar ekanmiz. Olqishlab qo'yamiz onajonimizni. Ana endi onajon, farzandlaringizda sizga atalgan maxsus sovg'alari bor. Bizga dunyoni go'zallik qutqaradi deb ta'kidlamaydi. Sababi go'zallikka gullarni va onalarimizni qiyoslaymiz. Aynan bahor gullaridek, atir gullaridek, lolalardek hamisha iforli, chiroyli bo'lib yurishingiz uchun farzandlaringiz sizga atalgan gullari bor. Marhamat, olqishlar bilan gullarni taqdim qilamiz. Marhamat onajonim. Olib kelamiz farzandlar nomidan. Olib kelamiz. Keling. Olqishlab turamiz aziz mehmonlar. Qarsaklar bo'lsin. Qarsak yurakdan bo'lishi kerak. Qani qiyqiriqlar eshitilmayapti onaga bo'lgan muhabbat. Çorasını topken, nega taş atganga jonini otgan, dard cheksam mo'ltirab yonimda yotgan. Qarsak davomli bo'lsa olqishlab turamiz. Chorasini topgan, nega tash otganga jonini
cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdim sen bilmagan. Marhamat, turib rasm tushamiz, rasmga. Boshim jonimga malorim, yaldizli bolali bahorim. Bu mening onam, bu mening Qarab turamiz, rasm tushamiz. Rahmat. Ana endi onajon, shirinlik topib kelamiz, shirinlik. Shirinlik topib kelaylik. Shirinlik topib kelamiz. Biz shirinlik yeymiz deb tashrif buyurgandik-da. Kelinlar yomon chata olgan onajon. Faqat o'zim yeyman deb shatib ketib qoldim. Olib keling. Aka endi yordamlashasiz. Qani, pichoq, sanchiq qani olib kelamiz. Tarelka, sanchiqni, vilka olib kelamiz, kelinlar. Mehmonlar, qani mehmonlar. Marhamat. Qarang, keling, yo'riqqa turaylik, yo'riqqa o'ring. Gulni olaylik, qarashaylik aziz insonlar, mehmonlar. Marhamat, marhamat. Yorqqa turib oling, yorqqa turing, yorqqa. Ko'chaga turing, siz ko'chaga. Ana endi qaniga olib keling, olib keling. Pichoqni olib keling, sanchiq tarelkani olib keling. Onamni qo'lini ushlaysiz. Ona farzandingiz bilan mana shu shirinliklarni o'z qo'llaringiz bilan so'ydirga bo'lamiz. Nimaga qarsak yo'q, qarsak chalib turamiz olqishlar. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Uyg'onamiz, tabriklaymiz. Tabriklaymiz onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Yulduzofon qanday? Keling. Nabira ya. Kelinlarni taklif qilamiz. Kelinlarni qo'ldan ham shirinlik yeymiz. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, nadon o'laman. Jonu jahon mening, gulu rayhon mening, so'lib boraman demang, tamom bo'laman. Rahmat, barchaga rahmat. Onajonim, shirinliklarni totdingiz. Shirin niyat bilan, shirin kamol bilan voyaga yetkazgan farzandlaringizdan bugun aynan ularning qo'lidan shirinliklarni iste'mol qilmoqdasiz. Xudo xolisi niyat qilaylik, 100 yoshingizda ham mana shu farzandlardan, nabiralardan shirinliklarni, shirin taomlarni totib yurishligingizni tilakdoshiman. Ana endi farzandlaringizni. Bugun mana shu kungacha sizga aytmagan tilaklari bor. Birgalikda tinglaymiz. Biz uchun muhim, qiziq, siz uchun jonajonim. Marhamat, Elyor akamiz va akalari bo'ladi. Marhamat aka, sizdan boshlaymiz. Yordam qilaylik farzandlariga, marhamat. Jahon. O'tishga nasib qilsin. Onajon, baxtingiz sog' bo'ling. Yana kellarim mana shunda. Nasib qilsin. Farzandingizni jo'nataylik. Baxtingiz sog' omon bo'ling. Olmish yubileylarni mana shuna o'tkazish nasib qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum o'g'aylar. Hammalaringizga, sizlarga xush kelibsizlar. Ming rahmat. Onajonim, bu yoshlar ko'pini ko'ring. Baxtimizga sog' bo'ling, jannatim onam. Umringiz uzoq bo'lsin.
nasib bo'lsa 60 yosh yubileylaringizni bundan ham ziyoda qilib o'tkazish nasib qilsin. Umralarga, hajlarga borish nasib qilsin birgalikda inshaalloh. Xudo xolasa. Boringizga shukr onajon. Ana endi kelinlar ham bor, a? Qani kelinlar taklif qilamiz. Onamni ham dugonasi, ham sirdoshi, ham qizi. Bitta qizi bor edi, 3 ta bo'ldi. Onajon qizingiz 3 ta bo'ldi, marhamat, keling. Avvalambor assalomu alaykum. Shu yerga kelgan hamma qarindoshlar, hammalaringizga kelganlaringiz uchun shuncha hurmat qilib rahmat. Ayajonimizni bugun tavallud ayyomi bilan tabriklaymiz. Baxtimizga doim sog' bo'lsin. Nasib bo'lsa hamma farzandlari bizni qizmi, o'g'illari bilan nasib bo'lsa hajlarga birgalikda borish nasib qilsin. Hammamizda umrimiz uzoq bo'lsin. Ayajonimiz doim baxtimizga sog' salomat bo'lib, nevaralarim xushod yursinlar. Rahmat kelganlar uchun sizlarga. Bitta quchoqlab qo'ying, endi shuncha bo'ldi. Rahmat, olqishlab qo'yamiz. Katta keliningiz onajonim? Kenja keliningiz ham bormi? Qani keling. Sotdi keliniz a? Keling. Marhamat, taklif qilamiz. Eng mehriboni kenja bo'lsa kerak a. Farzandi ham kenjasi, kelindi ham kenjasi juda ham mehribon bo'ladi. Keling. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlarimiz. Onam o'rnida onam sirdoshim. Mehribonim. Rahmat, bitta chiroyli qarsak chalaylik-da. Mana haqiqiy muhabbat. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Mana 4 ta farzandingiz tilagini eshitdim, lekin menga ko'proq kenja keliningiz tilagi yo'q. Sababi onaga, otaga bo'lgan muhabbat yurakda bo'ladi. Tilda chiqarib bo'lmaydi. Buni har bitta farzand biladi. Hech qachon qani kim mard bo'lib aytadi? Men har kuni ota-onamga yaxshi ko'rishimni aytaman deb. Hech kim ayta olmaydi. Chunki ota-ona u yurakda bo'ladi. Yurakdagini hech qachon bo'g'zimizga tiqiladi. Sababi ota-ona-da. Ularga ta'rif yo'q. Qaysidir tarafda aytsangiz kamlik qilib qoladi. Chunki u yurakdan chiqadi. Mana shu kelingiz uchun men xursandman. To'g'risi, ayta olmadi. Sababi sizni yurakdan yaxshi ko'rar ekan. Ana endi aziz mehmonlar, onam uchun maxsus sovg'a bor. Agar Elyor akamiz tayyor bo'lsa, katta kelinlar. Xo'p, keling, marhamat. Assalomu alaykum. Qarindoshlar, avvalambor hammalaringiz mana shu oilamizga tashrif buyurganlaringiz uchun rahmat. Mana bugun oyijonimizni shukrona kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. 58 yoshni qarshi oldilar. Bu yoshlarni ko'rini ko'rib yursin. Baxtimizga sog' bo'lsin. Doim farzandlar, nabiralar qurshovida bo'lsin. Martabasi ulug' bo'lsin. Hoji ayollar bo'lib kelsin nasib inshaalloh. Doim yaxshi kunlarda hamma qarindoshlar jamil-jam mana shunday yaxshi kunlarga oilamizga tashrif buyursizlar. Tabriklayman oyijon, umringiz uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'ling. Nabiralarni qurshovida, farzandlar qurshovida doim yuring. Sizni yaxshi ko'ramiz. Bitta rasm o'sha o'raylik hammamiz qarab turamiz. Mikrofon. Rasm o'sha olamiz. Rahmat. Tashakkur. Barcha tilak bildirganlar uchun rahmat. Ana endi onajon, sizga atalgan maxsus sovg'a bor. Hali boshlanishi bu. Aynan farzandlar uchun sizga atalgan maxsus sovg'ani siz uzoq yillar kutdingiz va farzandlaringiz ham kutdi. Aynan bu sovg'ani hech kim bilmaydi. Aynan faqat onam bilsin, onamga surpriz bo'lsin deb farzandingiz nima sovg'a bergan bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Avtomashinani taklif qilamiz. Marhamat. Qani qarsak yurakdan bo'lsa olqishlab turamiz. Onajonimizga avtomashin qilamiz. Marhamat. Tosh otganga ko'nglim otgan Kachirsam Balandroq
Qo'shiqlar bilan o'xshatamiz. Olqishlar turamiz, olqishlar. Rahmat barchaga, e'tibor uchun rahmat. Keling, endi onamizni taklif qilamiz. Rahmat, barcha mehmonlarga rahmat. Qo'llab-quvvatlagan qarsakchilarimizga ham rahmat. Mana shunday farzandlardan mashina sovg'a qilish nasib qilsin. Keling, onajonim keling. Salgina davrani kengroq olamizdan mashinani ham olib qo'ysak bo'ladi. Rahmat. Ozroq orqaga qo'ying. Keling, onajonim, keling. Keling, Gulnoz ona keling. Onajonim, kutganmidingizmi avtomashina sovg'a qilishini? Xursandmisiz ozgina bo'lsa ham? Albatta, Niyatlaringiz ijobat bo'lmoqdami? albatta. Xudo xolisa niyat qilaylik, kelgusi yilda hajga borganingizda, hojona bo'lganingizda sizga muborakbod etaylik onajonim. Ana endi ona barcha mehmonlar sizga qarab turibdi. Bugun chiroyli tilaklarni tingladik. Mashina sovg'a qildi, maza qilib dam olyapmiz. Endi o'ynasak, onamni o'rtaga olib o'ynasak, maza qilib yanada xursandchilik kunda davralarda o'ynasin onam qo'shig'i bilan maza qilib o'ynasak deb niyat qilgan. Agar Asadbek tayyor bo'lsa, davralarda o'ynasin onam qo'shig'i bilan bugun farzandlarni olamiz. Mana kelin, nabira, qo'ni qo'shni qanaqa qarindosh bo'lsa, hammasini taklif qilaylik. Bugun xonadoningizda tongotgacha bayram bo'ladi. Birga aytib o'ynaymiz. Asadbek marhamat. Qani marhamat. Barcha taklif qilamiz. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yayrardi xiroch. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yayrardi xiroch. Farishtadi yoyib qirquloq, davralarda o'ynasin onam. Farishtadi yoyib qirquloq, davralarda
bolam dibon yukajon qo'rqmas bahodir ona duosiye qadriga qodir yukajonimni qo'rqmas bahodir ona duosiye qadriga qodir xizmatida bugun zofir davralarda o'ynasin onam xizmatida bugun zofir davralarda o'ynasin onam sizi uçkur nefesleri yok yüreğine tahta sonlar çok sizi uçkur nefesleri yok yüreğine tahta sonlar çok baba şimdi kayıntı oralarda oynasın onam baba şimdi kayıntı davralarda oynasın onam baktı davlat başımdaki koç köy alemde yaylardı kıraç baktı davlat başımdaki koç köy alemde yaylardı kıraç darıştadik yayıp kırkulaç davralarda oynasın onam davralarda oynasın onam köyler köyde oynasın onam Cemali hayalim oldu Şirin misali gözümde kaldı Böyle hasta hasta etsem bu sevgim Yok ki hasta hasta kılarım hükümlüm Vah bu kabuklar bu yok ki peri Ay yüzü dilber bunca çıraylı Vah bu kabuklar bu yok ki peri Ay yüzü dilber bunca çıraylı Bir karşıya bakar okmanı Bu güzellik bu mükemmel sevgeni Bir karşıya bakar okmanı Bu güzellik bu mükemmel sevgeni Uzuşurun suzuşurun şu gözle Uzun bulay bir umurga sevgeni Uzuşurun suzuşurun şu gözle Uzun bulay bir umurga sevgeni Ah bu kabuka bu yok ki pari O yüzü dilber bunca çıraylı Ah bu kabuka bu yok ki pari O yüzü dilber bunca çıraylı Vah bu kabuka bu yok ki pari O yüzü dilber bunca çıraylı Vah bu kabuka bu yok ki pari O yüzü dilber bunca çıraylı Vah bu kabuka bu yok ki pari O yüzü dilber bunca çıraylı Vah bu kabuka bu yok ki pari O yüzü dilber bunca çıraylı Bir taraf şu güzel könlünü alsam Gül benim künlege sevgini salsam Naz kolu bozumga ishqini aytsam Bölümürüm ben özüm yanında kalsam Bölümürüm ben özüm yanında kalsam Hey Osman'ı canım çıraylı 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 Osman'ı canım çıraylı çıraylı çıraylı
Fohşini ko'rgisi oramim oldi. O'xyana ko'nglimga oldi yoki bari desang. Bir umr yor bo'lib yonimda qoldi. Voy bir umr yor bo'lib yonimda qoldi. Çamanla anbari, kaysı mekan sarvari. Firuza yaptım sana kaysı kanlı gavhari. Banda buluttu, ağlamın gavhari. Üzün savun kaldım, gitmek kızım gavhari. Kim seviyorsan söyleme, tabi haber bakma. Haber bakma. Ortada yanıp 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 Şabuldum divana gelmem İçim düşün güzellere güyerim Söylendim pervane gelmem Ortada yanıp 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 Şabuldum divana gelmem İçim düşün güzellere güyerim Söylendim pervane gelmem Yürüyemken mümkün bir gelmem Yesemliken güldür gelmem Süleyman'da asar gelmem Ortada yanıp 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 Şabuldum divana gelmem İçtim düşüp gülşenlerde küyem Söylendim pervane gelmem Ortada yanıp 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 Şabuldum divana gelmem İçtim düşüp güzellerde küyem Söylendim pervane gelmem Güzelde şirketler Oy sarı tuğla dizler Oy Güzelde şirketler Oy sarı tuğla dizler Oy Var aman ben ne Oy İçtim düşüp dünyamı benler Var aman ben ne Oy İçtim düşüp dünyamı benler Ortada yanıp 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 Şabuldum divana gelmem İçtim düşüp güzellerde küyem Söylendim pervane gelmem Ortada yanıp 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 Şabuldum divana gelmem İçtim düşüp güzellerde küyem Söylendim pervane gelmem Söylendim pervane gelmem Şabuldum divana gelmem Hayır
Sınıfdaşlarım, benim sınıfdaşlarım, benim sınıfdaşlarım. Köylerimde yürürler, bir yanımda durarlar. Gör gezip bakırarlar, gör gezip bakırarlar. Benim sınıfdaşlarım, benim sınıfdaşlarım, benim sınıfdaşlarım, benim sınıfdaşlarım. Başlığımızda esnaf, maktabımızga bardım. Bir de sizler sağındım, bir de sizler sağındım. Yeni sınıfdaşlarım, yeni sınıfdaşlarım, yeni sınıfdaşlarım, yeni sınıfdaşlarım. Kabarmasın başların, akarmasın saçların. Yüzge kırsın yaşların, yüzge kırsın yaşların. Yeni sınıfdaşlarım, yeni sınıfdaşlarım, yeni sınıfdaşlarım, yeni sınıfdaşlarım. Sizmedik şu vakitçe, sınıfdaşlar başkaça, sınıfdaşlar başkaça. Yeni sınıfdaşlarım, yeni sınıfdaşlarım, yeni sınıfdaşlarım, yeni sınıfdaşlarım. Kağıt kalem ne aldım, şiir yazıp köyge saldım. Sizler ne eski aldım, hayat ne eski aldım. Yeni sınıfdaşlarım, yeni sınıfdaşlarım, yeni sınıfdaşlarım, yeni sınıfdaşlarım.
o'tida yonib 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 oshno bo'ldim devonaga man ishqim tushib gulxanlarda kuyib qaylandim parvonaga man ishq o'tida yonib 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 oshno bo'ldim devonaga man ishqim tushib gulxanlarda kuyib qaylandim parvonaga man mayda yonjanon ko'ngliga bersam ekan gul qo'liga chidaymanda osonga oshno bo'ldim devonaga man o'tida yonib 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 oshno bo'ldim devonaga man ishqim tushib gulxanlarda kuyib qaylandim parvonaga man Sayyora opamiz hamda eng yaqin bo'lgan opajonlar nomidan Gulnoza opamizni, ya'ni onalarimiz taklif qilar ekanmiz. Keling, keling. Marhamat, hojona bo'lsa kerak, adashmasam. Keling. Marhamat, onajonlarimiz. Xo'p, Sayyora onamizni, Gulnoza onamizdan undan keyin Ra'no opamizni ham, O'rshut opamizni ham taklif qilamiz. Birinchi ammalardan, ya'ni opalardan tilaklarni tinglaymiz. Ana undan so'ng opa-singillardan taklif qilamiz. Kelingizlar, marhamat. Xo'p bo'ladi. Hammaga so'z beramiz bugun. Hech kim norozi bo'lmaydi. Keling. Gapiray. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, qadri baland Gapirib gapiring. Qo'rqmang. hammalaring mana bugun ukajonimni hovlisiga xush kelibsizlar. Hammalaring yaxshi kunlarga, doimo mana shunday yaxshi kunlarga keling. Mana bugun kelinimiz Gulnozxon kelindi, tug'ilgan kunlari ekan. Shu munosabat bilan hammamiz mana shu qarindoshlar yig'ilib o'tiribmiz, xursandchilikga sherigib o'tiribmiz. Biz bundan juda ham xursandmiz, juda ham mana ko'ylagimizga sig'may o'tiribmiz. Endi taqdir ekan, bunga iloji yo'q, hech nima demoqchi ekanligimni hammalaring tushunib o'tiribsizlar. Bu yaqinda davom ettirmayman. Bugungi nima deydi, shodiyona kun, quvonchli kun, shuning uchun ham tug'ilgan kuni bilan tabriklayman kelinimizni. Yuzlarga kirsin, 80larda sakrab, 90larga to'qnashib, yuzlardan oshib, mana shu farzandlarini baxti kamolini, nabiralarini rohatini ko'rishni Allohdan so'rab qolaman. Hamisha shu darvozalar, yozilgan dasturxonlar yaxshi kunlarga, to'ylarga ochilsin. Nevaralarini nasib qilsa Baybayjonimga ham o'g'il farzand bersin, qo'shaloq to'ylar, aqiqa to'ylar qilsin. Hammamiz kelib birgalikda mana shuni o'ynab, yeb ichib o'tirishni Alloh nasib qilsin hammamizga. Hammalaringga mana shunday yaxshi kunlar nasib qilsin. Hammalaring mana shunday tug'ilgan kunlar qilinglar, bizda borib o'ynaylik, yeb ichib, xursandchilik qilaylik. Rahmat hamma qarindoshlarga, Baybay bilan Taysinga ham. Assalomu alaykum. Mana bugun kelinim Gulnozxon tug'ilgan kuni ekan. Men chin yurakdan tabriklayman oilamiz nomidan, qarindoshlar nomidan. Hamisha mana shu xonadoniga fayzli, barakoli bo'lsin. Ikki o'g'illariga Xudoyim kasb koriga baraka bersin. Hamisha shu xonadonga to'ylar bo'lsin. Hamma yaxshi kunlarga, mana moshin padarga, to'nasiga, hamisha shu moshinni oldiga o'tirib, el xalq o'rtasiga minib yurishlikni nasib ro'za aylasin. Allohim hamisha xonadonlarga fayzli, chin barakali qilsin. Kelgan mehmonlarga ham kattadan katta rahmat. Hamisha shu xonadon yaxshilik kunlarga ochilsin. Rahmat. Shu kelinim yuzlarga kirib, shu bolalarni huzur halovatini ko'rib, hamisha onalar oldi bo'lib yursin. Qarzlarga borsin, xo'jayalar bo'lsin. Rahmat sizlarga ham. Qarsak yo'qmikan? Sizga boramiz. Qarsak, qarchal bering. Hamma qarchal. Rahmat. Mana endi opa-singillarni taklif qilamiz. Ra'no opamiz hamda O'g'ilshot opamiz. Kelingizlar. Marhamat. Xolajonlarimizdan tabriklarni tinglaymiz. Ana undan so'ng ovusinlari bor, qo'ni-qo'shnilar, kelinlar bor. Hammasidan bugun birgalikda bitta tilak tinglaymiz. Kelingizlar. Marhamat. Opa-singillarimizni, xolajonlarimizni taklif qilamiz.
Keling, Gulnoz onamizni yoshligidan to shu bungacha bo'lgan o'sha xotira damlarini bugun birgalikda tinglaymiz, eslaymiz, yoshlikka qaytamiz. Keling, marhamat, chiroyli tilakni opa-singillar nomidan tinglab qolamiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, jiyanlar, hammalaringiz yaxshi yuribsizlarmi? Mana bugun jiyanlarim singlimni tug'ilgan kunini yaxshi kayfiyatda o'tkazishyapti. Shularga katta rahmat. Shularni huzur harovatini ko'rib yursin. Bundan ham yaxshi kunlar ko'rsin. Bizlar bilan izlashib, nevara chevarlarni baxtiga sog' salomat qo'ysin. Nimaiki ezgu niyatlari bo'lsa, ezgu niyatlarga yetib, ikki dunyo saodatini bersin. So'z berganlaringiz uchun katta rahmat sizlarga. Biroz yaxshi ko'raman demaysiz. Assalomu alaykum. Yaqin qarindoshlar va yig'ilgan mehmonlar, hammalaringizni tabriklayman. Ekan yuzlarga kiringizni ballani baxtlar, baxtimizga sog' omon yursin. Nimaki niyat qilgan bo'lsa niyatlariga erishsin. Sog' omon yursin. Rahmat. Ana endi ovsinlarni ham Iroda yengamiz bilan Oynaxon yengamizni ham taklif qilamiz. Keling, Xadicha yengamizni ham. Kelingizlar, marhamat. Ovsinlar-u deydi-yu, kelingizlar, marhamat. Marhamat, kelingizlar. Qaniki. Bugun ovsinlar ham ko'rib havas qildi, niyat qildi. Bizga ham farzandlarimiz mana shunday avtomashina sovg'a qilsa, mana shunaqa chiroyli tug'ilgan kunlarda nishonlab bersin deb niyat qildi. Mana shu niyatlar ijobat bo'lsin. Kelingizlar, marhamat. Shu xonadonga kelgan mehmonlar mana bugun ovsinimda tug'ilgan kunlari ekan. Shu fursatdan foydalanib, men ovsinimga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Doim mana shu quchoq bo'lsin, eshigi doim yaxshi kunlarda ochilsin. Qaynim ko'rmagan kunlarni ko'rsin. Mana bolalarning boshiga sog' bo'lsin. Uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Bolalarning boshiga sog' yursin. Mana shu Taysinjon bilan Saidmurod ham nimalari bilan, ayollari bilan qo'shcha qarisin. Bolalarning huzur halovatini ko'rsin. Doim onasini e'zozlab yurishni Alloh nasib etsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun ovsinim Gulnozjonni tug'ilgan kuni ekan. Shu fursatdan foydalanib tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Xudoyim mana shunday yoshlarni bir nechasini ko'rsin, bolalarni rohatini ko'rsin. Mana shu kelinlarini, o'g'illarini mana shuncha qilgan nimalari shunday juda ham odamni havasini keltiradigan darajada bir yaxshi tantana bo'ldi-da bu. Xudoyim hammamizga mana shunday kunlar nasib etsin. Mana shunday o'g'illarimiz mashinalar podarka qilsin. Yaxshi mana shunday tug'ilgan kunlarni nishonlab bersin. Ilohim ovsinim yana yil shu paytlar tug'ilgan kunigacha hajlarga borib hoji onalar bo'lishni nasib etsin Xudoyim. Uyda doim xushchaqchaqlik, yaxshi kunlar bo'lsin. Mana shu o'g'illari ham kelinlar bilan qo'sha qarisin. Onlarning rohatini ko'rsin. Onaga nimaiki, otaga nimaiki yaxshi ishlar ko'rsatsa farzandlariga ham farzandidan qaytadi degan gap bor. Doim bu bolalarni ham o'zlarining bolalaridan qaytib mana shunday yaxshi kunlarni doim guvohi bo'lib yurishsin. Hammangizga rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz, og'aylarimiz, ovsinlar, quda-indalar, hammalaringizni xush kelibsizlar. Mana ovsinimni bugun shukrona kuni ekan. Shuning uchun hammamiz chin yurakdan, qalbimizdan tabriklaymiz. Allohim ovsinimga tinchlik, xotirjamlik, xonadoniga fayz baraka, farzandlarini ishtikoriga baraka, kasb-koriga baraka bersin. Farzandlari qoriya qizlar bo'lsin, qori yigitlar bo'lsin, nasib bo'lsa. Mana shu xonadonga haj to'ylar bo'lsin. Mana shu haj to'ylariga kelaylik nasib bo'lsa,
Allohim mana shu Norqulovlar sulolasini bir-biridan mehr oqibatini, bir-biriga bo'ladigan hurmat izzatini hech qachon ayirmasin. Nasib bo'lsa Elyorjonni, Sayfmurodjonni o'g'illarini, qizlarini, sunnat to'ylari, saldat to'ylari, nikoh to'ylariga mana shunday hammamiz birgalikda yig'ilishib, jam bo'lib bir-birimizga hurmat, izzat qilishimizni nasib qilsin. Nasib bo'lsa Ovsinjon, barcha farzandlaringizni baxt kamolini ko'ring. Umringiz, rizqingiz Allohim uzun qilib, barakali qilib bergan bo'lsin. Xudojonning o'zi sizlarni panohida asrasin. Rahmat hammalaringiz uchun. Endi farzandlaringizni haqqiga bitta chiroyli duo qilsangiz, mana mehmonlar kutib qoldi. Soat ham mana 1,5 soatdan beri bugun bayramni nishonlayapmiz. Mehmonlar kutib o'tiribdi. Bizda ham tilaklarimiz bor, hali sizlar ketganlaringdek sovg'alarimiz bor deb kutib turishibdi-da. Bugun mehmonlar bilan ham bugun xursandchilikni nishonlashimiz kerak. Ya'ni endi bitta duo qilsangiz farzandlaringiz haqqiga. Oilalarga, bolalarimga katta rahmatlar deyman. Omadini Alloh bersin, ikki dunyo saodat bersin. Otasini arvohlarini rahmatlar bersin. Tinchlik, sog'lik. Qaytganingiz kelsin. To'ylar ko'p bo'lsin onajon. Farzandlaringiz hamisha mana shunaqangi ardoqda bo'lsin. Salovatini bersin. Ne'matda shukrona bersin. Qaytganingiz kelsin. Vaxorni. Alloh akbar. Rahmat. Tabriklaymiz yana bir bora. Rahmat. Hammaga rahmat e'tibor bergani uchun, bugun onamizning xonadoniga hurmat qilib tashrif bergani uchun hammaga rahmat. Xizmatimizdan rozi-rizo bo'linglar. Kamchilik bo'lsa ming bora uzr. Xudo xolasa bundan keyingi kunlarda bundan da yaxshiroq, bundan da chiroyliroq qilib o'tkazamiz. Xudo xolasa tavallud ayyomlaringizni omon bo'ling. Rahmat onajon, tashakkur sizga ham.